Men Olis Osmon ta'sischisiman, Narxamidov Furqat. Bizning asosiy faoliyatimiz qurilish, pardozlash mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Qo'shimcha biznesimizni rivojlantirish maqsadida hozirgi kunda takomillashayotgan quyosh panellaridan elektr energiya olib ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasini xodimlari bilan bog'landim. Ular shartlari menga ma'qul bo'ldi. Kompaniyani ulushdorlik tizimida, yo'nalishidan foydalandim. Maqsadimiz quyosh panellaridan elektr energiya ishlab chiqarish, korxonamizni o'z ehtiyojdan oshganini sotish uchun edi. Buni hozirgi kunda yo'lga qo'ydik. Yiliga 3,5 milliondan 4 million kilovatgacha elektr energiya olishni reja qilib turibmiz. O'zimizning korxonamizning ehtiyoji 2 million 400 ming yiliga. Bu hozirgi kunda 1000 so'mdan qiymati to'laymiz elektr energiyani. Bu degani 3,5 milliarddan 4,5 milliardgacha elektr energiya bizga foydamizga bo'ladi. Juda qulay. Men boshqa o'zimga o'xshagan tadbirkorlarga ham tavsiya qilaman.